Assalomu alaykum, hurmatli qo'shnilar, yaxshimisizlar? Sizlar uchun zo'r yangilik bor. Biz do'konimizga gidro mahsulotlarini olib kirib keldik. Xolasa, ularni 1-2 kunda ichida terib, har bitta mahsulotni narxlari bilan qo'yib chiqamiz, xudo xolasa. Bu yerda aynan mana shunaqa shakldagi kukunlar va boshqa narsalarga ancha o'zgarishlar qilamiz. Mana shu narsalarni ham har bitta narsani alohida narxlari bilan sizlar bilan olib boramiz. Narxlari ham voshim zo'r, chiroyli optim narxda qilib beramiz. Inshaalloh. Hozir kanalizatsiyalarni ham ko'ramiz. Mana bu yerda 3 metrlik, 2 metrlik. Bu yerda o'zim atlotlari, nuftalari, trayniklari 50 dan boshlab 76-100 gacha 50 sm, 25 sm-lik kanalizatsiya turbalar. Bundan tashqari sal arzonroq variantda bu kanalizatsiya turbalar. Va bu yerda 3 xil variantda to'pli porshlenkalar. Turkiyaniki bor. Sredniy bahoda, arzonroq variantda, arzon varianti ham 30 yil kafolatlik. Va ko'rib turganingizdek turbalar, gidro turbalari 20 dan boshlab to 50 razmerigacha. Shunaqa chiroyli narx qo'yamiz, xudo xolasa. Sizlar bilan har bitta narsani alohida narxlar bilan bo'lishib chiqamiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.